Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, ustozlar, hemşeriler. Allah subhanahu ve taala hammalarni har joyda xotirjam salomat qilsin, o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarga muyassar qilsin. Biz o'tgan darslarimizni bir xulosalab o'tsak, darsimizning temasi inson o'ziga yetgan g'am, andisha, tashvish, qayg'urishni qandaq yo'q qiladi. Birinchi darsimizda har qanday inson ko'nglida aromsizlik, rohatsizlik bo'lganligi, bunday vaqtlarda insoniyatning yetakchisi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotiga nazar silish, siratlarini o'qish va har qanday bir insonga yetgan musibat, qiyinchilik, jafo, mushaqqatninki payg'ambar alayhisolamga yetganligi, shundaqdimi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilch tavranmasdan ummatni yetaklash, Allohning dinini yetkazish va bu qiyinchiliklarni yo'q qilib güzel bir hayatda yaşaganlığı ve bütün dünya insanlarga, hususen Müslümanlarga ulgu bo'lganligi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah ve ahiret gününü ümit qildigan har qanday mu'min uchun payg'ambar alayhisalom eng güzel, eng namunlik ulgu. Yani payg'ambar alayhisalomning hayotiga nazar solgandan keyin insonga har qanday bir musibat yetsa, inson hayot yo'linishini Allohning kitobi, payg'ambar alayhisalomning sunnatiga muvofiq, payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasiga muvofiq ilib borsa, qiyinchilik, musibat, tashvishninki yo'q bo'ladiganligi. İkinci dersimizde her qanday ishninki Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligi, bizning taqdirga bo'lgan imonimiz mustahkam bo'ladi ekan, ya'ni menga yetgan har qanday bir ish Allohning taqdiri o'rinlashtirishi bilan yeti. Alloh taqdir qilgan bo'lsa yetadi, Alloh taqdir qilmagan bo'lsa yetmaydi deb taqdirga to'liq ishonchi qilgan vaqtida, iymon mustahkam bo'lgan vaqtida insonga dunyoda yetgan har qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqat ig'ir bilinmaydi. Ki Allah buni menga taqdir qilib o'tgan, her narsa yetse Allah'ның taqdiri bilan yetdi deydigan bir ishonch bo'lganda. Enadan keyingi darsimizda yani Allah subhanahu va taolaninki ilmi tam hammani biladiganligi, bizlarga yetgan jafo, mushaqqat, qiyinchilik hech bir narsaninki yani Allah'ның ilmining sirtida emasligi. Allah shu qiyomatgacha bo'ladigan, bo'z qandoq bo'ladigan hamma ishlarni biladiganligi. Shundaqla bizning ahvolimizdami, bizning bu musafirchilik, muhojiratdagi hayotimizning qandoq o'tayotganligi, agar bizga g'albi nusrat kelib mustaqil bo'lsak qandoq o'tadiganligimiz, buning hammasini Alloh subhanahu va taolaning bildiganligi, Alloh subhanahu va taolaning bandalarga nihoyat mehribon, shafqatlikligi, bütün koinotning ishlari Allohning taqdiri, Allohning o'rinlashtirishi, Allohning tadbiri bilan bo'ladiganligiga ishonch qilgan vaqtida dunyoda yetgan g'am, qayg'u, tashvish, musibatlarningki hech qanday bir ig'ir bilinmaydiganligi, shunda qiyinchilik sharoitidami inson gayet güzel bir hayatta, yani Allah yaxshi ko'rgan, rozi bo'ladigan shaklda güzel bir hayatta yashaydiganligini so'zlab o'tdik. Bugungi darsimizning temasi Allohga tavakkul qilish. Ya'ni bu Allohga tavakkul qilish degan insonni yaxshi ko'rgan narsaga yetkazadigan va inson yoqtirmaydigan ishlarni yo'q qiladigan nijotlikning yo'li. Chunki inson har qanday bir ishninki Allohningki o'rinlashtirishi, Allohning qo'lida ekanligini bilgan vaqtida Subhanahu va taolaning mushu bepoyon cheksiz koinotning ishlarini tadbir qilganligi, insonga yetgan bir narsaninki Allohning tadbiri, Allohning taqdirining sirtiga chiqib ketmaydiganligi. Inson buni bilgan vaqtida bu ish insonni yolg'iz bir Allohga tavakkul qilish, Allohga tayinish tarafiga chaqiradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va tawakkal alal hayyil lazi la yamut." Mengu o'lmaydigan, doim hayot bo'lgan zotga Allohga tavakkul qilgan. Allohga tavakkul qilish degan insonninki ko'nglini rohatlantirdi. Nihoyat qalbi taskin topadi, rohatlanadi. Insonninki talab qilgan talab, orzulari amaliylashidi, g'am, qayg'ulari yo'q bo'ladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo sura Taloqda aytadi: "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh, innalloha balighu amrihi, qad ja'alallohu likulli shay'in qadra." Kimki Allohga tavakkul qiladi ekan, Alloh u kishiga kifoya qiladi. Har qanday bir ishni qilgan vaqtida ketarlik sabablarni qilib Allohga tavakkul qiladi ekan, Alloh bu odamga kifoya qiladi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo o'zining ishini chekiga yetkazguchi yoki bu odamningki ishini maqsadiga yetkazguchi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo har bir ish uchun belgilamasini bitib o'tgan, har qanday ish Allohning taqdiri bilan bo'ladi.
Allohga haqiqiy tavakkul qilish bo'lsa, insonning qo'lga keltirishga qiziqayotgan narsalarni amaliyleştiradi. G'am, qayg'u, qiyinchilik, mushaqqatlarni yo'q qiladi. Allohga tavakkul qilish degan inson o'zi yaxshi ko'rgan narsani qo'lga keltirish, o'zi yoqtirmaydigan narsani yo'q qilish va shu ishningki amaliyleşadiganligiga ishonch qilish bilan chin qalbidan Alloh tayinishning o'zi tavakkul deb ataladi. Tövende bir qancha ishlar bor. Shu haqiqiy insonningki haqiqiy tavakkul qilishiga yordam beradi. Bu ishlarning birinchisi shuni bilish kerakki, har qanday bir inson o'ziga foyda yoki ziyon yetkazish ega bo'lolmaydi. Men o'zimga bir foyda yetkazsam yoki ziyon yetkazsam deb buni o'zga yetkazolmaydi. Bu faqat Allohningki o'rinlashtirishi, Allohning tadbiri bilan bo'ladi. Shuningdek, insonlardan birimi yana biriga foyda manfaat yetkazishga qodir bo'lolmaydi. O gerçi men başkalarga menfaat yetkizdim yoki başkalarga ziyon udim, zarar yetkizdim degan taqdirdimi bu ish o insonning o'zidan bo'lmaydi. Biz o'tgangi darsimizda so'zlab o'tgan jaffal qalam bima huwa kainun. Qiyomatgacha bo'ladigan ishlarning hammasi bitilib ketgan. Ya'ni qalam qurgan, siyosiy qalam yozishdan to'xtagan. Alloh subhanahu va taolo hamma narsaning taqdirini tuvatgan. Shunga har qanday ish bo'lsa, foyda bo'lsin, ziyon bo'lsin, Allohningki taqdiri bilan bo'ladi. Yani bir hadis qudusiydimi so'zlab o'tdik. Bilginki, tün ummat, tün dunyo insonlari agar sana bir narsada foyda manfaat yetkazilman deb to'plashir ekan, ular har qancha qismi Alloh subhanahu va taolo sana taqdirda bitayotgan manfaatdan ortiq bir narsani yetkazolmaydi. Shuningdek, bütün dunyo insonlari sana biroz ziyon yetkazamiz deb shuning birlashgan taqdirdami farzand faqat Allohningki sana bitayotgan ziynidan ortiq bir narsani ziyon yetkazolmaydi. Ya'ni har qanday foyda va ziyon Allohningki tuvatkini, taqdir qilg'ini, o'rinlashtirg'ini bekini bo'yicha bo'ladi. Inondan ziyoda bo'lmaydi. Foyda manfaatmi inondan ortiq bo'lmaydi. Ziyon musibatmi inondan ortiq bo'lmaydi. Har qanday foyda kelsa Allohning taqdiri o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. Har qanday ziyon musibat kelsa bumi Allohning taqdiri bilan bo'ldi. Buning ishongan vaqtimizda har qachon bizning qalbimiz Allohga tayinadi. Ikkinchisi, inson Alloh subhanahu va taoloninki yuqorida biz so'zlab o'tgan ishlarning hammasiga qodir ekanligini bilish kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonga yaxshi ko'radigan narsani keltirish va yoqtirmaydigan narsani yo'q qilishga Alloh qodir. Inson o'zidan biror xafalik, musibatni yo'q qilib o'tish qodir bo'lolmaydi. Shundaqla boshqa kishilar buning qodir bo'lolmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilgan bo'lsa, shuni taqdir qilgan bo'lsa, shu vaqt qodir bo'la oladi. Bo'lmasa, buningga hech kim qodir bo'lolmaydi. Hamda mushundaq ishon insonni nimaga chaqirdi desa, Allohga tayinishga, o'zining ishlarini Allohga topshirishga chaqirdi. Shunga biz doim tilimiz bilan, dilimiz bilan hasbunallohu va ni'mal vakil. Yani bu so'zni aytib ko'p deymiz. Alloh bizga kifoyadir, bizga kifoya bo'lgan Alloh nima degan yaxshi vakil. Bu to'g'rida Ibn Abbas radhiyallohu anhu deydi, buni Imom Buxoriy rahimahulloh bayon qilgan hadis. Hasbunallohu va ni'mal vakil degan bu so'zni Ibrohim alayhissalom o'tib tashlangan vaqtida degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu so'zni, ya'ni Uhud urushidan keyin mushriklar chekinib bo'lib, "Hey, bekor chekinibdimiz. Biz Uhud urush qilgandan keyin, urushda biz ustunlikni egallagandan keyin Madinaga hujum qilib, birib Madinadagi musulmonlarni yiltizdan bir quritib, yo'qitib etgan bo'lsak" deb maslahat qilgan. Shu vaqtida bu yerdan o'tib ketgan karvonlar bularning to'plashganligini ko'rgan. Ular payg'ambar alayhisolamning qishig'i birib, bu insonlar yana qaytadan sizlarga hujum qilishga tayyorlanibdi, to'plashibdi degan vaqtida payg'ambar alayhisolam degan: "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil fanqalabu bi ni'matin minallohi va fadlin lam yamsashum su." Kishilar payg'ambar alayhisolam va sahobalarga mushriklar sizlarga qaytadan hujum qiladi ekan, fakhshawhum ulardan qo'rqinglar, ehtiyot qilinglar degan vaqtida bu so'z mu'minlarningki iymonini ziyoda qildi. Ular hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh bizga kifoya qiluvchi, Alloh nima degan yaxshi vakil deb bu so'zni qilgan. Shuning bilan ular Allohdan bo'lgan fazli ne'mat bilan qaytdi. Ularga hech qanday bir yomonlik yetmadi. Har qanday bir mu'min chin qalbidan
g'amidan Allohga tayinadi ekan, Allohga tavakkul qildi ekan, uningga xafalik, dard, alam bir narsa yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday aytadi: "Va upawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad." Payg'ambar alayhisalom deydi: "Men ishlarimni Allohga topshiraman. Alloh bandalarningki barliq ishlarini ko'rib turg'uchi, bilib turg'uchidir." Yana bir oyatda fawaqahullohu sayyiati ma makaru va haqa bi ali fir'auna su'al azab. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni, Bani Isroilni yoki mu'minlarni ular uch ko'radigan, yoqtirmaydigan zulmdan, nachar ishlardan saqlab qoldi. Fir'aun, uning oila tavobatlari Fir'aunning xonadoniga nihoyatda dardlik azobni ato qildi. Shunga inson har qanday qiyinchilik, qattiqchilik, jafo, mushaqqatga duch kelgan vaqtida hasbunallohu va ni'mal vakil bu so'zni ko'p takrorlash kerak. Ham bu duo, ham zikr. Shundaqla va upawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Men ishlarimni Allohga topshiraman. Haqiqatan Alloh bandalarning ishlarini ko'rguchidir deb bu ikki oyatni yoki bu ikki zikrni ko'p qilish kerak. Har qanday cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, musibat yetgan vaqtida hasbunallohu Allahu va ni'mal vakil. Va upawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Buni biz tilimiz bilan deyish ilgari qalbimiz bilan deyishimiz kerak. Ya'ni chin dilimizdan bu oyatlarningki ma'nolari, bu oyat nimani bildirdi, bizga nimani ifodalab berdi, buni qalbimizda bir his qilgan vaqtimizda, og'zimizdan chiqarishdan burun qalbimizda his qilsak, buning bilan bizning ko'nglimiz rohatlanadi, qalbimiz orom topadi. Biz davomli buning bilan olamlarning Robbi bo'lgan Allohni eslab turgan bo'lamiz. Bütün koinotning yaratuvchisi, bütün koinotning tadbir qiluvchisi bo'lgan Allohni eslab turamiz. Bunda o'g'a vaqtida bizning qalbimiz faqat Alloh bilan bog'lanadi, Allohga tayinadi, hargizmi o'ng'i so'lg'i burilib, boshqa mahluqotlar tarafga ig'ib ketmaydi. Balki doim hayot bo'lgan, mangu yashaydigan Alloh bilan bog'lanish bo'ladi. Qalbi Allohga bog'langan insonda tashvishlanish, g'am, qayg'u, ansirash deydigan narsa bo'lmaydi. Abdullah ibn Mubarak rahimahulloh o'zining dunyoga birilmaslik yoki zohidlik degan gapida shunday bir voqelikni keltirdi. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin tushida Salman radhiyallohu anhu bilan uchrashdi va uning deydiki tavakkal va abshir, ya'ni Allohga tavakkul qilgin va xush bisharat olginki, men Allohga tavakkul qilganning o'xshidimi bakroq bir mukofotni ko'rmadim. Allohga tavakkul qilgan kishiga beriladigan mukofot intayin katta ekan deb tushida bisharat berdi. Unda o'qandan keyin bizmi har vaqt Allohga tavakkul qilishimiz, Allohga tayinishimiz va har qanday ishlarimizni Allohga topshirishimiz intayin muhim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo tavakkul qiluvchiga muayyan bir savob bekitmadi. Ya'ni Allohga tavakkul qilgan odamga munchilik miqdorida yoki munchilik cho'nglik hajmida savob berildi deb bir savob bekitmadi. Balki tavakkulning savobini shu inson tavakkul qilgan narsaning o'zini amaliyleştirdiğen qildi. Şuna ayette ve men yetavakkal alallohi fehuve hasbuh. Kimki Allohga tavakkul qiladigan, Alloh subhanahu va taolo bu kishiga kifoya qiladi. Alloh kifoya qiladigan, buningdan katta ajr, katta savob, katta mukofot bo'lmaydi. Ammo bu qisqa hayotda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelamiz. Bo'libmi bizga o'xshash davlati bo'lmagan, ya'ni chet ellarda sarson bo'lib yashayotgan, muhojirlik hayotida o'tayotgan bir millat, bir qavmningki hayoti hech qachon tinch, xotirjamlik, oromlik ichida o'tmaydi. Her birimizde ma'lum darajada bir tashvish va ansizlanish va qayg'urish va kelinish, bearam bo'lish va agar biz bu holatda hayotimizni davomlashtirsak, mumkin yaqinda nurg'unlarimiz psixik tarafdan kasal bo'lishimiz mumkin. Biz jafo mushaqqat ichidagi hayotimizni haqiqiy baxt, saodatlik, go'zal hayotga aylantirish uchun qanday qilishimiz kerak deganda, yuqorida so'zlab o'tgandek, har ishning Allohning taqdiri bilan bo'lganligi, Allohning hammani bildiganligi, buni qalbimizga o'rinlashtirgandan keyin har qanday ish bo'lsa, qo'limizdan keladigan sababni qilib Allohga tavakkul qilsak, inshaalloh ishlarimizning oson bo'lganligi, Alloh subhanahu va taoloninki bizlarga kifoya qilganligi bundan ochiq ifodalandi. Shunga biz har vaqt tilimiz hasbunallohu va ni'mal vakil, bu zikrni ko'p aytili. Har qanday qiyinchilik bo'lsa, bu zikrni chin qalbimizdan ishonch qilib, Alloh menga kifoya qiladi deb Allohning ko'rsatmasi, payg'ambar alayhisolamning sunnati bo'yicha hayotimizni davomlashtirib
almashtirsak, inshaalloh biz jafoliq sharoit ichidami nihoyatda go'zal bir hayotda yashaymiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarninki g'am, qayg'ulari, tashvishlarini yo'q qilib bersin. Alloh subhanahu va taolo hammalarning oilalariga baxt, saodat, xotirjamlik, farzandlarga insof, tavfiq, hidoyat, Allohni so'yadigan, Allohning dinini so'yadigan va kelgusida Allohning dini uchun xizmat qiladigan yaxshi avlodlarni yetishtirib bersin.